Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, akalar, ukalar, opalar, singillar. Islom olamida katta ulug' bayram. Qurbon hayiti. Shu yerda ishlayotgan bolalar o'zim, kvartiradoshlar bir ish qilinmoqda, hamma shartga qilishga qaror qildik shu kunga. Do'stlar, bayramni yaxshi kutib olinglar, kutib olgan bo'lsanglar ham kerak. Sizlarni xavflarni yetkazinglar. Koronavirus bebala viruslardan eng qizig'i. Kerak shunaqa o'tirishlar ko'proq bo'laversin. Hammaning oilasida tinchlik totuvlik bo'lsin. Hammaga sihat salomatlik tilayman. Musofirda yurganlar ayniqsa oilasi baxtga tinch bo'lsin. Mashatni ham. Xullas do'stlar, oilalarga tinchlik totuvlik tilayman. Musofirda yurganlar ayniqsa sizlar o'zingizlarni ham shu ehtiyot qilib qo'yinglar-da. 4 sentyabrgacha uzaytirib qo'ydingmi mani? Bizdagilar ehtiyot bo'linglar. Shu gap tarafini qistirib o'tib ketmasak, bo'lmaydigan qilib. Короче, dehqonchasiga karobkaninglar bunday buklab turiblar. Manaqa qiladigan qilib qo'ydinglar. Shangini ko'ryapsizlar, kulini ko'ryapsizlar, ko'tarib. Sizlar shunaqa qilmanglar sizlar bizga o'xshab. Hoppa. Xullas do'stlar, 50 gram ichmasak bo'lmaydi endi mana shu yerda bayramni nishonlagan. Biz 50 gram qolibdi biz uchun. Bilmas? Sizlar uchun ko'tarib qo'yamiz. Shirik qiladigan odamni o'zi yo'q ekan. Tinchlik bo'lsin, urush bo'lsa ham bizga yo'q deyman, urush bo'lsa ham biz yo'q deymiz. Ko'laligini aytib qo'ying, aroqda bo'ylashmasin. Aklashgalaydi. Xullas do'stlar, shu bilan video tamom. Oxirigacha olmayman. Pishganini endi iloji boricha harakat qilaman, lekin bu yerga va'da bermayman. Sizlarga ehtiyot bo'ling, faqat. Oradan mana 5 minut vaqt o'tdi, mana o'sha bir aylantirdik. Qo'rqobiga keldim, shashildim. Obida buni ham turibdi. Bunisi bo'lmaydi. Xullas do'stlar, biz agrotimizda mana yaqin qarasanglar, mana mehmon ham mevamiz bor. Akar pishadi. Endi mahalla qarib yo'qsiz, tinch dumaloq ko'k chigotga to'lab beradi. Mana hamda turibdi. Mana bu mandarim bor. Bu nari tarafimizda qulplaylar bor. Yana aql katta adib. Agrotimimiz shu. Bori shu. Atolmaslar. Ozgina joyimiz bor. Shundan foydalangan ekib qo'yganmiz hajarlarni. Yeb yotibmiz. Qorni pishmaydi. Ha shu. Kuydirib olibmiz buni. Do'stlar, ikkinchi partiyaga shashlik qozonda kirib ketdi, ikkinchisi to'g'ri laganda. O'zimizga yoqimli ishlar tilagan holda kirib ketdingiz. Ehtiyot qilinglar.